Unutilayotgan sunnatlar. Misvok ishlatish. G'uslni tahorat bilan boshlash. Tunda idishlarning ustini yopish. Bir joyga kirishdan oldin taqillatib 3 marta izn so'rash. Musulmon birodarini kulib qarshi olish. Namozdan so'ng zikr qilish. Suvni o'tirib hamda 3 ga bo'lib ichish. Yo'talganda og'izni qo'l bilan emas, libos bilan to'sish. Yosh bolalarga salom berish. Uyqudan oldin Ixlos, Falaq, Nas suralarini o'qish. لقد كان لكم في